Ramazanda niyet maqsadınız o'zgaradi. Niyet maqsadlari va ixlos sap bo'lmagan ba'zi kishilar va qalbida shak shubha qolib qolgan ba'zi kishilar uchun Ramazon oyi buning doğrusi, iloji va buning shifosidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve la udvana illa ala zalimin. As-salatu was-salamu ala Rasulina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ustazlar ve qarindoshlar, Ramazan Özgürüş İyidir namlı programımızın 5. halqısı. Ramazanda niyet maqsadınız o'zgaradi. Niyet maqsadlari va ixlos sap bo'lmagan ba'zi kishilar va qalbida shak shubha qolib qolgan ba'zi kishilar uchun Ramazon oyi buning doğrusi, iloji va buning shifosidir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday aytadi: "Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din. Ala lillahi'd dinul xolis." Oyatning qisqacha tarjimasi: "Sana biz bu kitobni yani hakikaten hak bilen hakikatni o'z ichiga olgan holatda nozil qildik. Diningni shirkdan, riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilgan. Bilinglarki, shirkdan va riyodan sap bo'lgan din Allohga xosdir." Ramazon va Ramazondagi nurg'un alaylik va xususiyatlarni Alloh subhanahu va taolo insonning niyatini to'g'irlash va saplashtirishninki sababi qildi. Bu tuvandagi bir qancha ishlar bilan ifodalandi. Birinchi, ro'zining o'zi insonni ixlosmand bo'lishga tarbiyalaydi. Chunki ro'za bo'lsa Alloh bilan banda orasidagi maxfiy sirdir. Insonning ro'za tutganligini bildiradigan sirtqi bir alomatlari, belgi va shakl bo'lmaydi. Bu faqat insonning o'zining taqvoligi, iymoni, vijdoniga aloqador bo'ladi. Chunki inson agar hech kim ko'rmaydigan bir joyda bir narsa yeb, ichib, qo'rsig'ini to'qlab sirtga chiqsa, hech bir odam bu odamni ro'za tutdimi yoki ro'za tutmadimi bilmaydi. Ammo bu insondagi vicdani tuyg'u, imani tuyg'u, Allohga bo'lgan haqiqiy ixlosmandlik bundaq ishlardan cheklaydi. Shunga bu roza Allah bilan bandaning o'tirisidagi bir sir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hadis qudusida alohida buni ta'kidlab shunday aytadi: "Odam avlodlarining qilgan barliq amallari o'zi uchun bo'ladi, roza men uchun bo'ladi. Buning mukofotini men o'zim beraman." Shuningdek, hamda rozaninki eng katta hikmatlardan biri nima desa, taqvodorlikni ro'yobga chiqarish va insonni buningga nail qilishdir. Ya'ni taqvodorlardan qilib yetishtirib chiqishdir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya'ni ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirki ummatlarga roza farz qilingandek, sizlarga Ramazon rozasi farz qilindi. Ikkinchi, Ramazonda taat ibodatning ko'p bo'lishi sog'lom qalbga ta'sir qiladi. Uning yo'llanishini to'g'rilaydi. Ichki qismidagi buzuqlik va nacharlikni davolaydi. Ramazonning lazzatlariga Allohga samimiy, sog'lom qalb egalari erishadi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Ta'atun va qawlun ma'ruf fa iza azama al-amru falau sadaqulloha lakana khayran lahum." Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularning sana itoat qilishi va chiroyli so'z qilishi ular uchun albatta yaxshi edi. Urush qaror qilingan chaqda ular Allohga sodiq bo'lsa, albatta ular uchun yaxshi. Hamda mukammal yaxshilik, cheksiz lazzat degan xushallikning xulosasi va go'zal hayotdan iborat bo'lgan haqiqiy ixlos bilan bo'ladigan baxt saodatning mag'zidir. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ayol mu'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib obdan yashitamiz. Ularga albatta qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beriladi. 3-chi, Ramazon bo'lsa Alloh taoladan ayminib, qo'rqib, yig'lab, yosh to'kadigan solih kishilar bilan xarakterlanadi. Ular o'zlari Qur'on tilovat qilganda yoki boshqalar qilgan Qur'on tilovatini anglagan vaqtida bularning dillari larziga qilib, qalblari titrab, ixtiyorsiz ko'zlaridan taramlab yosh to'kiladi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatum imana va ala robbihim yatawakkalun." Ya'ni faqat Alloh yod etilsa, dillarda qo'rqinch paydo bo'ladigan, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan,
Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilar kamil mu'minlardir. Ularning yig'isini anglagan kishi ular bilan birga yig'lashib ketadi. Chunki yig'lash orqali insonning qalbi yashnaydi va inson alohida Allohdan qo'rqadigan bir tuyg'uni shakllantiradi va yig'lash orqali insonning qalbidan shaytonning vahimalari tortib chiqariladi. Chunki insonninki qalbi doim qasovatlashib turadi va buning uchun doim Allohga yig'lab qalbining yumshishi, qalbining saf bo'lishini tilash kerak. Shuning uchun mashhur zoidlardan Ibrohim Adham shunday deydi: "Shuhratni talab qilgan banda Allohga haqiqiy samimiy bo'lgan bo'lmaydi." Chunki inson shuhrat talab qiladi ekan, bu faqat qilgan ishlarni boshqalarga ko'z-ko'z qilish, boshqalarga riyo qilish orqali qiladi. Ammo Allohga samimiy bo'lgan, Allohdan haqiqiy qo'rqqan, Allohning roziligini maqsad qilgan kishi hargiz bunday ishlarni qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo yana riyo qilgan kishilar to'g'riliq Qur'oni Karimda shunday deydi: "Va qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib o'tamiz. Ya'ni ular imonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshiliklarni yo'q chiqaramiz. Ibn Taymiyo rahimahulloh mundaq deydi: "Alloh bilan qasamki, men ta hozirgacha o'zimning islomimni yanglab qilolmayapman. Ya'ni men har kuni islomimni yanglab turyapman." Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, inson doim o'zining iymonini, islomini yanglab turishga ehtiyojli bo'ladi. Ramazon oyi bo'lsa, buning eng yaxshi fursatidir. Ey Alloh, bizningki niyat maqsadlarimizni isloh qilsala, bizning qalbimizni pok qilsala va bizlarni qalbi pok bo'lgan, to'g'ri niyat, maqsadlik, ixlosmand kishilarning qatoridan qilsala. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.